Bir-birimizni kechirib yutish eng yaxshi muhabbatmiki deyman. Bir piyola choy, bir piyola choy, menalag'i bor. Qadrli do'stlar, Abdumurayli Xalq uchun doktorxonasi alayda hamkorlashgan bir piyola choy suhbatimiz hozir boshlanish oldida turibdi. Bugun shu Dilkar guruhininki ustozlari va shogirdlari, mohirlarini bir piyola choyga taklif qildim. Aygul G'ulam ma'lum guruhininki bu qitim u dal muhabbat degan naqsi qo'yilgandan keyin, antilgandan keyin shu inkas karamet yaxshi bo'ldi. Meyl tor dünyasında ve ya ki mesnalarının inkası olsun bizni hele qayil kıldı. Şunu muş nakş doğrusu da azırak söhbet ötküzü olaydı. Bu nakşının ki tekisini kim yazgan bu gitti ki? Bu nakşının tekisini Abdülhalil kam yazgan, onun için müzikisi menşildim. Akortlaştırışını bizimki Turgun Tursun dep qarmaylı. O jigit mi bizning İpek yoluna yakın turib atkan jigit. Mındaq şılp etkan vaqtida bir narsani bäse muhabbet. Delmi del muhabbet. O qabul qilsin muhabbet. Chilliqni bäsek muhabbet. Saqtılıqning yana bir tarafi mi? Muhabbet bo'lib qolishi mumkin. Eng cho'ng muhabbet nima degan vaqtda meningcha kechirgan cho'ng muhabbatmiki deyman. Dal muhabbatmish kechirishmiki deyman. İjtimoiy turmushdagi va yoki muhabbatdagi va yoki boshqa sohadagi mush bir-birimizni kechirib yutish eng yaxshi muhabbatmiki deyman. Bu naqsha balkim bu tema ya ba ya yo'q, lekin bu dal muhabbet degan mushu naqshininki temasi intayi yangi. Qanday Aygul ma'lum? Nozbek to'g'ri aka. Adam haqiqatan biz kechirib o'talgan vaqtimizda biz olg'a basa oladiganmiz-ku. Qalbimiz kengaygan vaqtida texnik muvaffaqiyat bizni kutib tura oladi ekan. Mushu naqshini endi bizningki Dilkar guruhi birlikda o'rindidik. Bu naqshiga Absami malimning nurg'un ajri singdi. O'quvchilarimiz shundoq yaxshi o'zining ovoziga shundoq mos kelgan holatda ajoyib bir chiroyli shakllar bilan Absami malim o'z qo'li bilan mayaga ma o'quvchi etsin, ma bilimlarni ma o'quvchi etsin deb shundoq bir yaxshi bir bo'lishlar bo'ldi. Ham bu tekstlarningki go'zalligi, ohangninki chiroyliligi bilan bu o'quvchilarningki aytishi bilan shundoq chiroyli bir vujudga chiqqan bir yaxshi asar bo'ldi deb o'yladim. Ravi bilan Murat bu ikkisi 6 kuchlik mahirning ichidagi mahir-ku. Men shu 6 kuchlik kirib bo'lgandan keyin ma chempion, ma 5-chi, ma 6-chi, ma 2-chi deb qarashni yoqtirmayman. Bular haqiqatan chempion deb qarayman-ku. Bu balla birisi manchinchi bo'lib qoldim, birisi manchinchi bo'lib qoldim deb qaradimi yoki qanday qildi? Bir ikki og'iz gapini anglab boqayli. Ravi sen gap qila. Endi buningda Sibay ustoz sizin deb o'tdingiz, 6 kuchlik kirgan, hammamiz chempion deb. Shaxsan men mo sizga o'xshash o'zim o'yladim-ku endi. Bizning aşu sahnaga chiqanligimiz o'zi bir sharaf deb o'ylayman endi. Sizga mo nurg'un hurmatimiz va bizga shu sahnani sharoitini yaratib bergan ekansiz. Bu Ravi'ni biz Ravi 4 deb qilib qilsak bu musobaqaning natijasida bu natija muhim emas, lekin Ravi 4-chi bo'lib qoldi demak. Bu Murat 3-chi. laqam qo'ymabdi. Ha, sen gap qila. Ustoz, endi yaxshi taklif qilibsiz, bir piyolchingizga rahmat. Torda tizimlatib, musobaqa qatnashib 8,000-9,000 bolaning tordan tizimlatib inshaalloh tanlanib biz shu sahnaga chiqaligimiz cho'ng bir ish bu. Endi sahna hozirlab bergan sizga rahmat, Aygul ma'lumga rahmat, Absami akam sizga rahmat. Endi shu bizning guruhdagi o'shkalar, nammaylar shunda yaxshi aka ini bo'lib, shunda yaxshi. Mehrimiz bek cho'nqur. Ana shu bizning guruhga oid tushida bu odal muhabbat degan bu naqsha. Mehrimiz cho'nqur degan gapning o'zi muhabbat-ku. Bu dal muhabbat degan mushu ham yengiligi va ham odam jalb qiladigan mushu naqshini bir anglab boqayli. Abdumurayli Xalq uchun doktorxonasi haqsiz davolashni qabul qilayotgan barliq bemorlarga muhabbat ato qilishni istaydi. O'zimizning saqlig'imizni, ruhimizga bir muhabbat bog'layli. Rahmat sizlarga.
Atаңның алқыны болғанда қадам, анаңның чечini arlığandı anаңның чечini arlığandı Бақытқа оралған қамытыңғы бақ, о неме демеген, о дәл мұхаббат.